Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi 3, 4, 5 aprel kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekiston hududiga yana 3 kunlik yog'ingarchiliklar kirib kelmoqda. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ayrim joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 6 aprel kuni ba'zi joylarga 13-15 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Havo harorati kechasi 10-15 daraja, 3 aprel kuni 18-23 daraja. 4 va 5 aprel kunlari 20-25 daraja. 6 aprelga kirib 15-20 daraja kunduzi issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ayrim joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kechasi 3 va 5 aprel kunlari 12-17 daraja. 6 aprel kuni 10-15 daraja. Kunduz kunlari 17-22 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ko'p joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatiladi. Faqatgina 3 aprel kuni Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 3 va 4 aprel kunlari 12-17 daraja, kechasi kunduz kunlari 19-24 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kuzatiladi. Havo harorati 3 va 4 aprel kunlari kechasi 12-17 daraja, kunduz kunlari 18-23 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 4, 5, 6 aprel kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. 5-10 daraja shamol tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduz kunlari 23-28 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja issiq bo'ladi, deyiladi xabarda.